İmperializm degan nima? İmperializm yoki jahongirlik deganimiz bir davlatning boshqa davlat va millatlarga bo'lgan besimi va hukmronlikni ko'rsatadi. Bu hukmronlik iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniyat ma'nosida ifodalanadi. Uningga yana mustamlika qilingan davlatlarning imperiya davlatining manfaati bo'yicha harakat qilish va pozitsiya bildirish istiki debmi aniqlab berilgan. Jahongir davlatlar yoki imperialist davlatlar o'zlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniyat kuchini boshqa davlatlarga ishlatadi. Bu davlatlarning maqsadi jahongirlik orqali manfaatlari va ta'sir doirasini kengaytirish va taraqqiy qildirishdir. İmperialist siyosat yo'l qo'ygan davlatlar mavjud kuchi bilan kengayish va taraqqiy qilishni maqsad qildi. Birinchi dunyo urushigacha hukmronlikning maqsadi zamin egilik huquqini asos qilgan mustamlikachilik sistemasini asos qilgan bo'lsa, Birinchi dunyo urushi bilan birlikda imperialist qurilmasiga va xarakteriga aylangan. Keyincha jahongirlik yoki imperializm hozirgi qiyofati bilan yer sharlashish deb ta'riflanmoqda. Fransuz tilidagi imperialist so'zi kapitalizmning eng yuqori bosqichi deb ataldi. Asosiy prinsipi boshqani shumirish va raqobatni asos qilgan imperializm amaliyotda asrlar bo'yi mustamlikachilik sifatida qo'llanilgan. Lekin vaqtning o'tishiga erishib, ma'nosi o'zgargan. Boshqacha qilib aytganda, 20-asrning 5-dan boshlab hayotimizga kirgan imperializmning asrlar bo'yi mavjud bo'lib kelgan mustamlikachilik hukumining davomi ekanligini ayta olamiz. Ammo bu mustamlikachilik bilan jahongirlikning, ya'ni imperializmning o'xshash ma'nini bildirganligidan darak bermaydi. Imperializm kuchli davlatlarning ojiz davlatlarning siyosiy mustaqilligiga zarar yetkazmay turibmi, u davlatning siyosiy va iqtisodiy egilik huquqini kontrol qilishni ko'rsatadi. Ammo bu so'zmi o'xshamagan usullar bilan ifodalanadi. O'xshamagan manbalarga qaraydigan bo'lsak, bir davlatning zaminini kengaytirish, boshqa bir millat yoki jamiyatni boj topshirg'izish, uning zamindagi boyliqlardan foydalanish va o'z kulturini boshqalarga tanish va u davlatning xalqini qul qilib ishlatish qatorliq aniqliklarni ko'ramiz. Imperializm hukmi 1870-yillarda Angliyada keng ishlatilgan bo'lib, amaliyotda imperializm o'tgan tunji davlat Angliya edi. Angliya qo'zg'agan bu harakat vaqtning o'tishiga erishib, boshqa kapitalist davlatlarga kengaydi. Bu sistemni iqtisodiyotdan ta'liq qilgan tunji kishi Vladimir Lenindir. Imperializm va mustamlikachilik hukumining o'xshash ma'noda ishlatilishiga har ikkilisida o'xshash siyosatni saqlab davomlashtirish sabab bo'lgan. Kollur ensiklopediya imperializmni 3 cho'ng davrga ayirdi. Birinchisi 16-asrgacha davomlashgan va imperiyalarning kengayishiga munosabatlik davr. Ikkinchisi jo'grafiylik bayqashlar bilan boshlanib 19-asrgacha davomlashgan imperializmdir. Uchinchisi yangi imperializm bo'lsa, taxminan 1880-yillarda boshlab boshqa rayonlarni mustamlik qilish qaytadan avjiga chiqqan davr bo'lib, bu davrda Osiyo va Afrikadagi davlatlar jahongir davlatlar tomonidan belgilangan. Imperializmni tushuntirish uchun bir necha nazariya o'tirib qo'yilgan bo'lib, bular tuvandikicha: konservativ nazariya, marksist nazariya, ijtimoiy va psixologik nazariya, liberal nazariya qatorliqlardir. Konservativ nazariya imperializmni undaq izohlaydi. 1870-yillarda imperializm hukmi bosh vazir Benjamin Disraelining Angliyadagi mustamlikachilik imperiyasini kuchaytirish va kengaytirish siyosatini aniqlashga ishlatilgan. Shunga jahongirlik yoki imperializm mustamlikachilik bilan teng qo'llanishga boshlagan. Bu xil nazariyada imperializm taraqqiy topgan davlatlarning navbatdagi vaziyatini saqlab qolishning ehtiyoji va huquqi deb qaraldi. Hitler, Mussolini va Stalin qatorliqlarmi imperialistik siyosatni yo'l qo'ygan edi. Saddam Husaynning Kuvaytni qo'shib olishimi imperializmga misol bo'la oladi. Qisqasi imperializmni mustamlikachilikning qilib o'zgartgan farqli varianti desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Masalan, ko'mizda Amerika, Angliya qatorliq cho'ng davlatlarning boshqa davlatlarga qaratgan pul muomala hukmronligi imperializmning kengayish yuzinishining misolidir. Kapitalizmning eng yuqori bosqichi deb qaralgan imperializm bugungi kunda nurg'un davlatlarda ko'rilayotgan siyosatdir. Imperialist davlat deganda tunji bo'lib esimizga keldigani Amerika va Angliyadir. Lekin Xitoy va Rossiya ham bor. Xitoy yangi bir balvoq bir yo'l strategiyasi bilan imperialistik siyosat yo'l qo'yib, boshqa rayonlardagi ta'sirlarini kengaytmoqda. 2014-yili Rossiya Qrimga tajovuz qilib, chegara va huquqini oshirib, kengaymichilik qilgan bo'ldi. Ijtimoiy psixologik nazariya avstraliyalik iqtisodshunos va siyosat nazariyachisi Joseph Aulus Schumpeterning so'ziga qaraganda, imperializm kapitalizmning ilgirimi mavjud edi. Joseph hatto imperializm bilan kapitalizmning hech qanday munosabat yo'qligini o'tirib qo'ydi.
ijtimoiy psixologik nazariyaga asoslanganda imperializm jangchilar sifining mavjudligini saqlab qolish uchun, ijtimoiy psixologik nazariyaga asoslanganda imperializm armiya sinifining mavjudligini saqlab qolish uchun qo'llangan siyosatlar natijasida barliq kelgan. Michael Barrett Brown imperializmni iqtisodiy az taraqqiy qilgan davlatlarning iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan kuchli davlatlarga beqinli bo'lishi. Shundaqla buning dunyo iqtisodidagi tengsizlikni eng yaxshi tasvirlab berish maqsadida ifoda qildi. Siyosat nazariyachisi Hanes imperializmni hozirgi holatni buzish siyosati deb aniqlab berdi. Uning so'zi qaraganda, navbatdagi vaziyatni qo'llash uchun qilingan ishlarni imperialistik siyosati deb bekitgan bo'ldi. Iqtisodshunos Benjamin Kunchin imperializmni siyosiy yoki iqtisodiy jihatdan bir ulusning boshqa bir ulus yoki millatga hukmronlik qilish uchun yo'l qo'ygan barliq siyosat deb aniqlab berdi. Imperializm munosabatlik Marks nazariyasini 1900-yillarda Vladimir Lenin, Nikolay Buxari, Rodolf qatorliqlar o'tirib qo'ygan edi. Vladimir Leninga ko'ra imperializm kapitalizmning eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Richard Wolff, Paul Sozi, Michael Rich qatorliqlar jahongirlikka, ya'ni imperializmga o'xshamagan bog'larni berdi. Masalan, Richard Forer imperializmning dunyo iqtisodining taraqqiyotidagi bir bosqich ekanligini aytsa-mu, Weizsäcker imperializmni kapitalizmning xalqarolishi deb qaraydi. Imperializm haqidagi yana bir nazariya bo'lsa, liberal nazariya bo'lib, angliyalik iqtisodshunos va ijtimoiy fan tadqiqotchisi John Hobson jahongirlikni, ya'ni imperializmni kapitalizmning ayg'achisi emas, balki siyosiy tanlash deb aniqlab berdi. Liberal nazariyaga asoslanganda imperializm tabiiy boyliqlarning abadiy bo'lmasligi, oz chiqim qilish, ya'ni tijash va kirimni eng yuqori chekka chiqarish uchun barliq kelgan edi.